Asarda Santyago Nasarning onasi ham qotillikni ro'y berishda ishtirokchi sifatida gavdalanganday. Buni qanday tushunish mumkin? Siz o'sha nimada ishtirokchilardan biri onasi ekanligini ham juda to'g'ri, yaxshi nima qildingiz. Ta'kidladingiz. Mana shu voqea haqiqatan ham qiziq voqeada, qiziq bir tahlilga arziydigan, juda bir o'ylab ko'rsa arziydigan masalada. Masalan, o'sha haqiqatan ham nima juda ham kech eshitdi. Santyago Nasar juda ham kech eshitib qoldi o'zini o'ldirishga qasd qilganini va qochib berkinmoqchi bo'lgan bir paytda o'sha onasi eshikni yopib qo'ydi va u eshikning bu tarafiga o'tib o'g'lini hayotini saqlab qolish imkoniyatidan mahrum qildi. Ya'ni o'zi aslida tasodifan bu yoqdan chiqib qoldi. Ya'ni uyda ikkita eshik bor edi. Bitta eshik hech qachon ochilmas edi. Uyning oldi eshigi hech qachon ochilmas edi. Undan birovni kirib chiqqanini ko'rmagan xonadon egalari asosan orqa eshikdan kirib chiqishar edi. Va Santyago Nasar shu harakat qilib birinchi marta o'sha yerdan chiqib qoldi va aka-uka vikariolar ham bu yerdan chiqmaydi degan umidda shu qo'lda boya cho'chqani o'ldirgan pichoq bilan poylab turgan edi. Nimani o'sha yerdan chiqib qoldi va uni ko'rib orqasiga qaytmoqchi bo'lganda onasi eshikni yopib qo'ydi. Onasi eshikni yopib qo'ydi. O'zi bunga izoh berayotganda aytadiki, men ichkarida deb o'ylabman deydi, lekin bir ongli o'quvchi tushunadiki, unaqa qilish imkoniyat, unaqa o'ylashni imkoniyati yo'qligini va ataylab bilib turib bilmaslikka olganligini tushunib yetadi. Masalan, buni hayot bilan taqqoslaydigan bo'lsak, hech qaysi onaning qo'lidan kelmaydi bu ish. Ona o'zining hayotini qurbon qilib, o'zining jonini qurbon qilib farzandini saqlab qolishi mumkinki, lekin farzandining o'sha yonida jon berishi yoki jon berganda mana bunaqa bir ayanchli tarzda nima qilishiga nima qilmagan bo'lar, toqat qilmagan bo'lar edi. Haqiqatdan ham shu onalar mana shunaqa. Hammamiz onalarimiz shunaqa. Lekin dunyo onalarichi degan savol tug'iladi. Dunyo onalarichi. Masalan, biz yaqin o'rtada har xil masalan hozir yer yuzida nimalar bo'lyapti? Urushlar bo'lyapti, janjallar bo'lyapti, yana boshqatdan. Insoniyat mana shu davrgacha erishgan hamma ma'naviy o'zini bir yuksakligini, yutuqlarini bir pul ekanligini, hali hech narsaga erishmaganligini isbotlab qo'ydi. Yana yer yuzida urush bo'lishi, yana ikkita davlatning bir-biri bilan urushi hech qanaqa inson madaniy bir yuksaklikka chiqmaganligini allaqachon ko'rsatib qo'ydi. Mana shu paytda, mana shu nuqtada dunyo onalari nima qilyapti degan savol tug'iladi. Har xil insonparvarlik tashkilotlari yoki birlashmalar, nimalarning davlatlarning nimalarini o'sha manfaatlarini himoya qiladigan qandaydir tashkilotlar bugun ko'rib turib ko'rmasligi yoki bilib turib bilmasligi olayotgani yo'qmi degan savol bor. O'sha ular eshigini yopib olmayaptimi? Ular o'zlarini bexabardek tutmayaptimi degan savol bor. Mana gap qayerda.